Assalomu alaykum. Вопросы Yo, давайте, запись идет. Не вопрос. Запись пошла. Хабарой может зайти сейчас прямо сюда или пригласить надо? Конечно, конечно. Нет, пригласите, ссылку отправьте, все. Всех новичков приглашайте. Мархамат. Bugungi prezentatsiyamizni Gulmiraxon Chiroyli o'tkazib beradilar. Naстоящий sponsorimiz. Именно yangi model biznesi. Mana shu biznesda azizlarim hammamiz spokойно eshitamiz. Savollarimiz bo'lsa oxirida beramiz. Mehmonlarimiz bemalol spokойно taklif qiling. Zapis bo'ladi. Kechikkanlar zapisini eshitadilar. Marhamat, Gulmiraxon, so'z sizga. Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Bugun navbatdagi chatimizga yig'ilish sabab ajoyib bizani biznes ishimizga bergan azizlar, bu ayol o'zi Hind ayoli, Afrikada turadilar. Mana shu Airbnbda bugungi kunda bu ayol $5 million ga ega bo'ldilar. Mana shu proyekt orqali. Airbnb proyekti shu darajada chestni, shu darajada adolatli proyektki, hech kimni pulsiz qoldirmaydi agar u odam harakatda bo'lsa. Smart kontrakt, aqlli smart kontrakt asosida bu proyekt olib boriladi. Aqlli smart kontrakt bizga shunaqa instrument bo'lib keldiki, bugungi kunda egasi bo'lmasa ham, odam qo'li bilan boshqarilmasa ham, bitta ishlab chiqqan odamni o'zini egalik huquqidan voz kechib turib shu narsani Binance blokcheynida, ya'ni OpenBNB blokcheynida joylab bizga shunaqa ajoyib instrument taqdim qildi u odam. Shunaqa savob ishga qoldi. Atigi 1% mana shu instrumentda общий keladigan pullar 1% o'sha odamning shotiga. Ya'ni SafePal 99% odamdan odamga o'tadi. Menda что-то bugun связь yaxshi emas nimagadir. Zaranее предупреждаю, Gulbahor opa. Так. Mana ko'ryapsizlar, Prima Govender ismlari. Bu ayol mana shu proyektda ishlash uchun oddiy harakat, oddiy 4 ta harakatni qilgan va shu 4 ta harakat bilan bugungi kunda $1 million millionerga, dollaroviy millionerga aylanib o'tiribdi. Oddiy odam, ya'ni bizga o'xshab Afrikada istiqomat qiladilar. Endi shu ayolning harakatlari qanaqa bo'lgan? Oddiy 4 ta harakatda shu ayol dollaroviy millionerlar. Birinchi harakatlardan bittasi SafePal kошелёкni skachat qilib olganlar. Kimdir ularga предложить qilgan, hindlardan chiqqan bu sentyabr oyida shu aqlli smart kontrakt demay, aqlli shartnoma SafePal kошелёгida joylangan. Shu SafePal kошелёгini skachat qilib olganlar shu ayol, обновление berib yubordi menga. Xo'p, SafePal kошелёкni skachat qilib, o'sha SafePal kошелёgida ish boshlanadi. Bu bizani biznes joyimiz, bu bizani bankimiz, bu bizani seyfimiz hisoblanadi. SafePal kошелёк. SafePal kошелёк o'zi 18-yilda Vyetnamlik ayol ikkita soучредитель bilan shu SafePal kошелёk o'ylab topdilar va blokcheynda ko'p blokcheynlarda ishlaydigan, ko'p monetalar bilan ishlaydigan горячий desentralizovanный kошелёк hisoblanadi. Bu kошелёkda siz полностью anonimно ishlashingiz mumkin. Например, telefoningizni ham pochtangizni ham kirgizmaysiz, qaysi davlatdanligingizni ham bilinmaydi. Faqat shu skachlar bo'ladi. Saqlab qolgan holda shu 12 ta kошелёkka 12 ta so'zni saqlab qo'yasiz va o'zingizning seyfingizga ega bo'lasiz. Shu yerda bizda bu bizani ishxonamiz, ofisimiz hisoblanadi. Shu ofisda aqlli shartnoma ish quroli orqali biz ish olib boramiz. Xo'p, birinchi qiladigan qadamlari bu kошелёkni yuklash bo'lgan. Ikkinchi qiladigan qadamlari bu shu kошелёkka pul yuklash bo'lgan. Xo'p, pul yuklash любой bitta birjaviy kошелёkda yuklashingiz, birjaviy kошелёkda pul kirgizib, o'sha birjadan siz bu yoqqa yuklashingiz mumkin. Bu birjalardan Binance birjasi. Как раз Binance Smart Chain'ni Binance
blokcheynni nimasi, birjasi. Bitget kошелеклari bo'lishi mumkin yoki boshqa birjasi bor kошелекlardan bemalol yuklashingiz mumkin yoki sizni taklif qilayotgan. Hop, 3-qadam shu Prima Govender o'zini вышестоящий наставнигini ссылкасini olgan va shu ссылка bilan registratsiyadan o'tganlar. Har birimiz shu harakatda qaytarsak, xuddi shunaqa millionlarga ega bo'lishimiz mumkin kelajakda. 3-qadam shu вышестоящий sponsordan nimani olish, ссылкani olish va shu ссылка orqali registratsiya bo'lish. Hop, registratsiya bo'lganda sizga mana shunaqa kabinet ochiladi. Bu kabinetda hamma narsa xuddi kaftdek namoyon. Hamma narsa prozrachniy, hamma narsa ko'rinadi. Nechinchi urovingdan kirdingiz, qachon kirdingiz, qancha puliga kirdingiz, nechta urovinglarni sotib oldingiz, qancha urovinglarni sotib olish, yana oldinda sotib olinadigan urovinglar qancha qoldi, hamma narsa ko'rinadi, hamma narsani narxi bor. O'ziga yarasha nimasi tak, manda yana translyatsiya yo'qoldi. Translyatsiyani ochamiz. Ko'ryaptimi kabinet? Обратную связь berib yuboringlar. Видно. Да, Anton juda yaxshi mazmun bo'ladi. Xo'p, aqlli shartnoma o'zini ichiga oladigan ish jarayoni. Ya'ni bizda 12 ta rang, 12 ta уровень bo'ladi. Ana shu 12 ta rang birinchisi beginner, oxirgisi imperator. Beginner rangiga siz atigi $3 registratsiya bo'lib, $3 siz kelajakda 2 ta odam taklif qilsangiz, o'sha 2 ta odam xuddi siz qilgan harakatlarni qaytarsa, ulardan $6 daromad olishingiz mumkin. Imperator rangi, bu 12-rang. 6 BNB ga atigi shu kelajakda daromadlaringizdan bo'lgan summani 6 BNB ga sotib olasiz va shu 6 BNB ga sotib olib, odamlar taklif qilgan natijasida sizda уже 4096 ta odamdan bu yoqda har biridan 4700 dan daromad kelishi, $4700 dan daromad kelishi boshlaydi. Общий где-то $16 million ishlashingiz mumkin. Bizning strategiya bo'yicha sразу 6 ta rang, ya'ni beginnerdan mentorgacha sotib olasiz va shu odamlardan shu zahotiyoq daromad olishni boshlaysiz. Ya'ni mana shu daromadni yaqin kunlarda, yaqin bir hafta yoki bir oy yoki 3 oy yoki yarim yilda siz hammani o'zini harakatiga bog'liq bo'lgan strategiya bo'yicha olinadigan real summalarni, ya'ni $1 million dan oldingi olinadigan summalarni strategiyasini tushuntirib beraman hozir. Siz o'zingiz kelasiz, haligi 12 ta rangdan 4-qadamimiz, demak, 2 ta odam taklif qilish, o'sha 2 ta odamga ham biz qilgan harakatlarni o'rgatish va ular ham ikkitaligini taklif qilishga yordam berish. 12 ta rangdan 6 tasiga kiramiz. 6 tasiga kirganimizda $140 ga, ya'ni kiramiz va biz 4-qadam 2 ta odam taklif qilishni boshlaymiz. O'sha odamlarning ikkitasi bizning birinchi уровенimizga joylashadi. Birinchi pastki qatorimizga joylashadi. Ular ham xuddi sizga o'xshab 6 ta уровеньga 6 ta rangni sotib olishadi va sizga ularning birinchi rang sotib olishida birinchi qatoringizda joylashganliklari uchun sразу $3 dan 2 ta referalniy programma bo'yicha tushadi. 2 ta $3 dan demak $6 pul tushadi. Xo'p, ikkinchi qatoringizdagi odamlar yana dalshi takliflaringiz boshlanyapti. Ular ham taklif qilishni boshlayapti. 2 tadan tashqari, 2 tadan ortiqcha odamlar уже ikkinchi qatoringizga tushadi. Sizni odamlaringiz ham odam taklif qilyapti. Siz ham odam taklif qilyapsiz. Shunaqa qilib ikkinchi qatoringizda 4 ta odam paydo bo'ladi. Ular ham 6 ta paketga kirishyapti. Ikkinchi paketda shu registratsiya bo'lishi bilan ikkinchi paketini olishi bilan sizga o'shalardan referalniy programma bo'yicha $4 dan tushadi. 4 ta odam bo'lgandan keyin $16 dan tushadi. Xo'p, ish jarayoni davom etmoqda. O'sha 4 ta odam ham harakatda, ular ham 2 tadan odam qilishadi.
Siz masalan yana takliflaringiz bor, yana takliflaringizni kiritadigan bo'lsangiz, ular уже 3-liniyada paydo bo'ladi va 3-liniyada joylashadi. 3-liniyada sizga уже 8 ta odamdan $8 o'sha $64 daromad tushadi. Kunlik daromad bor bu yoqda. Kunlik ishlaydigan bo'lsangiz, kunlik daromadingiz o'sishi o'zingizni qo'lingizda va shuni yana ham tezlashtirish uchun albatta qaraysiz, kunlik daromadingiz bu darajada tez o'sib boradi. Уже 3-qatoringizni o'zida har bitta odamdan 3-paket aktivatsiya qilgani uchun $8 tushadigan bo'lsa, $64 daromadingiz bor. Yuqorida $16 oldingiz, $6 oldingiz, shu daromadlaringiz o'sib bormoqda. Shu joyga mana 4-urovenda 2 ta dona odam kelsa, siz уже o'zingizni pullaringizni oqladingiz. Ayo, to'xting. 4-qatoringiz to'lganidan keyin, 4-qatoringiz to'lganidan keyin, demak 16 ta odam. 16 ta odamdan har biridan $16 kelgandan keyin 4-qatoringizda $256 olyapsiz. $300 oshiq pulingiz. $300 oshiq pulingiz, o'sha $300 da уже o'zingizni tikkan pullaringiz chiqdi va yana keyingi уровень, ya'ni chempion уровень sotib olishga уже qurbingiz yetadi va chempion уровеньni sotib olasiz. Chempion уровень sotib olganingizdan $141 daromad olishingiz уже ochiladi, chunki siz уже 7-urovеньni sotib oldingiz. 5-qatoringiz, 4-qatoringizdagi odamlardan 2 tadan taklif tutgandan keyin sizni takliflaringiz davom etyapti. Ular taklif qilishyapti. Hamma bir-biriga 2 ta odam tushgandan keyin ortig'i, 2 tadan ortig'i уже pastga tushib boradi. Pastga tushib borgandan keyin 5-qatoringizda уже 32 ta odam, 32 ta odamdan har biridan $32 tushadi. $32 общий 32 ta odamdan $1024 daromad olishingiz mumkin. Bu yoqda уже siz o'zingizni tikkan pullaringizni bir necha baravarda chiqarib olgan bo'lasiz va keyingi уровеньlarni sotib olishga bemalol qurbingiz yetadi. Ya'ni daromaddan, o'zingiz cho'ntagingizdan atiga bir marta pul to'laysiz. Qolgan pullarni уже daromaddan sotib olishingiz mumkin. Daromaddan sotib olishingiz mumkin. Xo'p, 5-qatordagi odamlar o'sha 64 ta odam 6-qatoringizda paydo bo'ladi. Va o'sha 64 ta odamdan sizga har bitta kelgan odamdan $64 pul tushadi. 64 ta odamdan $4096 pul tushadi. Bu yoqda faqat 6 ta qator ko'rsatilgan strategiya bo'yicha. Lekin bizda yana 7-qatorlar ham bor. 7-qator, 8-qator, 10, 12, 11, 12-qatorlar ham bor. Hozir ko'rsataman. Qaranglar. Bu yoqda 12 ta qatordan daromad olishingiz mumkin. 12 ta qator odamdan daromad olishingiz mumkin kelajakda. 1-qatoringizda o'sha odamlar 2 ta bo'lsa, 12-qatoringizda 4096 ta odam yig'iladi. 7-boyaga tushuntirganim 6-urovenggacha, 7-urovengda уже har bitta odamdan siz $141 olasiz. 7-urovengni aktivatsiya qilsangiz, 4-urovengdan yiqqan pullarni уже 7-urovengni bemalol sotib olishga qurbingiz yetadi. Aytganimdek, pulingizni chiqarib olasiz, уже keyingi urovengni ham sotib olishga qurbingiz yetadi. Xo'p, 7-urovengda 128 ta odam, $141 dan har bittasi. Mana hisoblang. $141 dan 128 ta odamdan уже $18,000 olasiz. Bu bugun boshlanib ertaga yopiladigan biznes emas. Bu ancha yillarga bemalol planировать qilsangiz bo'ladigan biznes. O'shanga odamlaringlarni chaqirayotganda xuddi shunaqa qilib tushuntirsanglar, обязательно bu серьезный biznesligini tushuntirsanglar, обязательно qo'shiladi. Ko'p odamlar kuygan, o'shanga ham hayqib turishibdi, lekin shu odamlarga vaqt ko'rsatadi. Ular 10 ta haypda yurgan paytda biz bitta proyektda zo'r natija qilib ishlab bersak, mana $18,000 не за горами. Bu degani 25-yilning o'zida уже $50,000 ishlab olishimiz mumkin. Endi qarang.
7-chi qatordan 18.000 dollar ola olayotganmiz. 8-chi qatordan nima deb o'ylaysiz? Necha pul olishimiz mumkin? 8-chi qatorda уже har bitta odamdan, manda уже 8-chi qatorda 26 ta odam bor. Har bitta odamdan 260 dollar tushgandan keyin 26 ta odamdan 26 ta odam o'zi bu 8-chi qatorda 256 ta odam bo'lishi kerak. 26 ta odam hisoblaylik. 260 dollar. 26 ta odam. Уже 6.000 dollar. Ular kelajakda 256 ta odam bo'ladi. 260 dollardan agar tushadigan bo'lsa, уже 66.000 dollar siz pul ishlab olishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib har bitta qatordan ham siz olayotgan mana shu 18.000 dollarga masalan men bemalol 200 dollarga 8-joyi 8-уровеньni mana 200 dollarga 8-уровеньni 400 dollarga уже titanni 800 dollarga например Econ'ni Legenda bizda 1000 dollar Econ, Legenda 2000 dollar va Imperator 4000 dollar turadi например. O'sha hamma narsani mana men bitta chempionni o'zidan уже chiqadigan 18.000 dollarga masalan hammasini bittada qilib sotib olsak bo'ladi. Agar biznesni ko'p yilga mo'ljallagan bo'lsak. Agar biza bugun kelib bugungi pullarga qaraydigan bo'lsak, bu nimaga уровеньlarga albatta agar ko'p yillik biznesni qurmoqchi bo'lsak, обязательно biza uzoqqa qarashimiz kerak. Bugungi kunga emas, ko'p yillik oldin уже reja qilib qo'yishimiz kerak va shu narsani amalga oshirishga mana shu qurilma bizaga yordam. Mana shu qurilma bizaga juda ham zo'r shans beryapti. Chunki biza qanaqa tushunchada qolib ketganmiz. Biza qolib ketgan tushunchamiz afsuski oylikdan oylikka yashash. 5.000 dollar biz uchun juda ham katta pul. U yog'ini miyalarimizga sig'dira olmaymiz. Ozgina mana shu pullarga ochiladigan bo'lsak, ozgina mana shu men qo'limga 1 million dollar pul tushadigan bo'lsa, men o'sha pullarni nima qilaman deb hozirdan reja tuzib qo'ysa, обязательно shu 1 million dollarga va undan ko'p pullarga erishishimiz mumkin. Shunchaki aqlimizni shu narsaga lotereyadan 1 million dollar nima yutib oldingiz. Mana har bitta odamga savol. Nima qilamiz o'sha pullarni? Nima qilardingiz? Mana bitta mikrofonni ochib aytinglar. Shu narsaga rejangiz bormi? 1 million dollarga. Nima qilishingizni? Agar kimda уже shunaqa reja bo'lsa, ochib mikrofonni ochib, agar men 1 million dollar yutib olganimda, mana bunaqa narsa qilardim deb aytish mumkin. Bizani hozir podsoznaniyamiz, ya'ni aqlimiz shu narsaga tayyor emas. Agar aqlimiz katta pullarga tayyor bo'ladigan bo'lsa, biz birdaniga rejalab tashlaymiz 1 million dollarga nima qilishimiz kerakligini. Avvalambor aqlimizni tayyorlab olamiz, keyin mana shunaqa qurilma orqali shunaqa katta pullar bizga ochiladi. Agar aqlimizni tayyorlab olmasak, kichkina pullarda doim aylanib yuraveramiz. Shu narsani birinchi bo'lib biz o'zimizda shunaqa podsoznaniyamiz, ya'ni bizning aqlimiz shunga tayyor bo'lsagina biz уже katta pullarga ochilsak, katta pulda ishlashimiz mumkin. Gulbahor opa? Da, haqiqatdan ham to'g'ri aytasiz Gulmira. Biz 1 millionga o'sha reja qilinmagan uchun, hali miyamizga sig'dirmaganimiz uchun ko'p aytmish million dollar niya zarba qilgan. Aytganingiz rejalashtirib vaqtiga olib ketsak, albatta azizlarim, reja bo'lsa, miyaga sig'dirsak, podsoznательно чувствовать qilsak, qila olamiz desakkina biz unga erisha olamiz. Odamzod shunaqa azizlarim. Siz nimani tasavvur qilsangiz, siz nimani qila olaman desangiz, miyangizga sig'dirib o'ylay yursangiz, albatta amalga oshadi. Chunki siz o'shanga yarasha harakat qilishni boshlaysiz. O'sha harakatda barakada bekorga aytishmaydi. Nimalarimizda bobolarimiz ham shu narsa kelgan bizga, что haqiqatdan ham har bitta harakatimizga yarasha biz natija olamiz. Mana bu haqiqatdan ham
zo'r smart kontraktimiz mana hozir hindistonlik verniye Afrikada hindistonlik ayolimizni olgan bugungi kunga $5,5 million oldilar deb aytdilar. Bu вообще super proyekt bo'lyapti. Если haqiqatdan strategiyani to'g'ri qilib komanda bilan ishlab bu darajagacha chiqish imkoni bor. To'g'ri, kimdir hozir chiqadi, kimdir 1 yil, 2 yildan keyin chiqadi. Agar o'sha harakatdan to'xtamay boraversak, azizlar, обязательно darajagacha chiqsa bo'ladi. $1 million nima u? 1000 ta odam komandangizda bo'lganda $1 million. Jami 2000 ta bor yo'g'i bo'lsa, siz o'sha уже $1 million ziyod pul olar ekansiz. $1 million biz uchun rejamizga hali biza planlashtirmagan narsa bor. Yo'q, lekin odamni 1 yilga qolmay komanda ish ketadigan bo'lsa, bo'ladigan narsa. Xohlaysizmi, yo'qmi, построение komanda ketadi. Chunki biz один за всех и все за одного qilib ishlayapmiz. Yordam berish. No bu degani kimdir prosta chiqib olib odam taklif qilmay o'tirish emas. Chunki pul halollab ishlab olsangiz sizga yuqadi pul. Agar kimdir zakat kavota shunaqa narsalar o'z bo'lyapti, ham pul bilan yordam berasiz, ham odam bilan yordam bo'lmaydi, azizlarim. Siz bugun ozgina yordam oldingizmi, endi siz ham harakat qiling kimgadir yordam berishga. Shunda sizni komandangiz o'sishni boshlaydi, azizlar. Bir-birimizga yordam bersak, biz tezroq chiqib olamiz. Shuning uchun bu yerda ikkitalikni yaratish shart, chunki smart kontrakt уже aytildi, что smart kontrakt ochish uchun ikkita shaxsiy taklif qilishingiz shart. Обязательно без этого sizga smart kontrakt ochilmaydi. Kimdir sizga qo'yib bergan bo'lsa, конечно, o'sha odamga ikkita qo'lni ham istirishga yordam berishga bu xato deb hisoblayman. Chunki siz agar harakat qilmayotgan odam taklif qilsangiz, kimdir kelib sizga yordam bering, menga desada, odam bilan o'zi ishlamasa, bilingki, odamga pullar yuqmaydi baribir. Chunki harakat qilmayapti, energiya bermayapti. U birovni rizqi, birovni nasibasi bo'lib qoladi, azizlar. Поэтому siz aytishingiz kerak avvalambor $5,000, $5,5–6,000 turibdi, bor yo'g'i 100 tagina komandangizda bo'lsa. 100 ta komandani kimdir bir oyga qiladi, kimdir 1 yilga qilishi mumkin. No, komanda bilan birga ishlasak, u tezroq, sredniy 3 oy, 4 oyga zaprosto qila olamiz degan umiddaman, agar hammamiz bir xil harakat qilsak. Hammamiz hamma tomonlama harakat qilsak, azizlar. Pul maqsadni qo'yaylik. $5,5–7,000, to'g'ri. Maqsad pul bo'lmaydi hech qachon. Maqsad kimgadir yordam berish. Maqsad kimgadir именно o'sha sizni mehnatingiz tufayli yordam berib, kimgadir ham Gulbahor opa, anaqasi nima svязьlari yo'qolib ketishi kerak. Menda ham shunaqa bo'ldi. qochib ketib qolyapti. Yaxshi emas svязьlar. Uzr so'raymiz. Da, azizlar, bizda komandli ish bo'lgani uchun komandni birga ishlaylik, birga harakat qilaylik, yelkama-yelka turib, bir-birimizga yordam berib, hammamiz 5-6 chuqurlik to'ldirib olaylik degan maqsad qo'yganmiz, azizlar. Mana shuni esimizdan chiqarmaylik. Shuning uchun hamma baravariga harakat qilish kerak. Chunki kimdir harakat qilmay qolsa, значит, o'sha tarafimiz oqsab yelkama-yelka turib, birgalikda chiqishimiz kerak. 5 ta 6 ta chuqurlik to'ldirsakkina, hozir mana chempionlarni следующий etap sotib olishni boshlaymiz. Sizning odamlaringiz ham chempionlikka chiqib olish uchun mana bu yerda daromad olish kerak. 6 ta chuqurlikda siz daromad olishga yordam berishingiz kerak. Ular o'zini o'rniga, o'zini odamiga yordam berish kerak. O'sha 6 ta chuqurlik to'ldirib, $5–6,000 daromad olgandan keyin, конечно, ortizdan kelayotgan barcha partnyor, o'sha $5–6,000 olgan partnyor keyingi chuqurliklarni sotib olishni boshlaydi. Azizlarim, qachon siz bilan birgalikda ham nafasda kelayotgan odamimiz ham pul olib kelaversa, ular ham 7-chuqurlik, 8-chuqurlik sotib olishni boshlaydi. O'zi желательно 7-8 ni birga sotib olishimiz kerak. Mana hozir 6 tani optim sotib olganimiz uchun
Bizaga nechinchi chuqurlikka nechta odam tushyapti, ahamiyati yo'q, bizaga pul chiqyapti. Har bittalaringizga shunday. Endi hammani daromadga ortizdan kelgan odamni ham aytishingiz kerak. Bu yerga kirsam, ikki qanaqaki birgalikda 7-8 da sotib olamiz. То есть ketma-ketlikda 7-8 sotib olsa, ana 7dan sizga $140 tushsa, 8dan sizga 260. Qancha bo'lyapti? 140, 200, $400. Bitta odam sotib oladimi, sizga $400 bir kunga tushadi. Bir kunga 4 odam sotib olsa, $1600. То есть biz hozir katta pulga tayyorgarlik qilyapmiz. Hozir oladigan $50, $70, $100 bu hech narsa emas, azizlarim. Bu bizaga hozir kunga haqiqatdan pul borligini, haqiqatdan pul chiqayotganligini nimasi, dalovati deydimi? Rezultati. Endi o'shaning uchun bu yerda komandamizni ko'tarib borib, birgalikda kimdir qolib ketayotgan bo'lsa, surib ketdik, yuring, nima bo'lyapti, nima yordam deb bir-birlaringizga yordam beringlar. Hech kim passivni o'tirmasin. Mehnatimiz bor yo'q ikki kishizlar. Agar biz ikki kishini ham taklif qila olmasak, biznes biz uchun emas. Kim taklif qila olmayman qilish kerak, harakatga baraka oladi. Chunki agar aytganimdek 100% komandangiz kuchga kirsa, 100% birgalikka harakat qilsa, конечно, bir oyga, 1,5 oyga o'sha $5,5-7,000 ketma-ketlikda hamma chiqib boradi. Bizga mana shu rezultat kerak, важно. $1 million afrikanislar aytganda, unga ham chiqib boramiz. Agar biz yelkama-yelka birgalikka ko'tarilib borsak, hech kim qolib ketmasin, hech kim o'tirmasin, azizlar. Nima deydi? Fokusni ushlash kerakda, maqsad qo'yish kerak. Men qila olaman, men qilaman, men olaman. Siz ishoning. Siz qachonki o'zingizga ishonsangizgina sizga odamlar qarab, buncha uverенно gapiradi bu odam. Demak, bir gap bor deydi. Tushunyapsizmi? Sizning rezultatingiz atrofingizdagilarga muhim. Qancha rezultat olsangiz, ular shu rezultatingizga qarab keladi. Rezultat olish uchun siz men taklif qildim odamimni, men bitim uyolmash kerak deb siz harakat siz o'zingizni harakatingiz bilan ko'rsating, siz nimaga qodirsiz. Azizlarim, har bittalaringiz ko'p narsaga qodirsizlar. Prosto yashirin ichlaringizda turibdi. Bizaga hammamizda bitta xohish. Hamma o'zini finansiy, moliyaviy holatini to'g'irlash. Hammamizga birinchi nima shu, maqsad shu. Moliyaviy holatimiz kimgadir yaxshiroqdir, kimgadir bunaqaroq, hammaga o'ziga yarasha yetarli. Lekin hammamizda orzu-havaslarimiz bor. Balki bugun topayotgan pulimiz bugun yeb ichishimizga, kiyinishimizga yetayotgandir. Lekin sayohat qilishga orttiryapmizmi? Yoki restoranga borib bironta o'tirishlar, o'rtoqlarimiz bilan haftaga bir bo'lsa ham restoranga, konsertlarga yoki хотя бы turizm, внутренний respublika ichida turizmga qidirishga yetyapti. Orttira olyapmizmi, azizlarim? Yo'q, hozir в основном именно ishimiz, hamma narsamiz nimaga ketgan? Shu yeb ichishimiz, kiyinishimiz, o'zimizni bir cho'ntak xarajatimiz, bir yo'l kiramiz, to'y orttira olmaymiz. To'y qilishimiz bor, azizlar, qidirishimiz bor-da, o'zimizni keyin o'zimizga vaqt ajratishimiz kerak, o'zimizni nima deydi? Butun badanimizni sevish uchun biz boramizmi? Biron parikmacherga lishniy ras da oyga bir borishimiz mumkin. Yoki bir salonga, kosmetologichskiga da, yo bir massajni salonga. O'zimizni hordiq chiqarishga orttirmaymiz. Vaqtimiz ham yo'q, azizlar. Nima uchun yo'q? Rejamizni tuzmaganimiz uchun, xaytichni ishlaganimiz uchun, reja bilan ish qilmaymiz, planlashtirmaymiz, o'zimizga vaqt ajratmaymiz, azizlar. Chunki mana bu topadigan pulimiz endi qamrab oladi butun kunimizda. Biz pul ishlashimiz kerak, biz pul topishimiz kerak deb. Mana bu smart kontrakt shunaqa narsaki, bor yo'g'i ikkita kishini mehnat qilib ikki kishini chaqirsangizda, bu strukturangizni qura olsangiz, qura olasiz. Chunki biz komanda, bu komandniy ish. Prosta har kun chatga kirish kerak edi. Hamma spikerlar sekin-sekin podключаться qilish kerak. Hozir biz ozgina yana bitta planlashtirganmiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa biz buni kuchaytiramiz, azizlarim. Hozir biz g'oya bir ikkita liderlar bilan shunaqa g'oyani hozir ishlab chiqaryapmiz, что biz
как обучающий master klasslardan tashqari juda mukammallashtiramizda buni. Обучение sizni moliyaviy erkinlikka chiqarishga, o'sha sahnaga mana bu spikerlik qilishga chiqishga, offlaynmi, onlaynmi, sahnaga chiqishmi, отдельно buni, короче, dasturlab boryapmiz. Hozir nasib bo'lsa buni mukammal ishlab chiqaramiz, sizlarga обязательно yetkazib, professionalni o'rgatib, sizlarni professionalniy сетевик, professionalniy spiker qilib chiqarishga. Hozir biz komanda yig'ilyapti, biz boshlanishda, boshida biz. Mana shu yerda hozir siz o'zingizni xarakteringizga qarab bo'linishni boshlaymiz. Kimni spikerlikka, kimni organizatsion moment, kimni, chunki buni ko'paylashib ketgan sari bizga komanda bo'lgandan keyin biz как общество, как ishxonadek bo'lamiz azizlar. Ishxonadek bo'lgandan keyin biz yelkama-yelka birga mana shu liderlar bo'lasiz, komanda egasi siz bo'lasiz. Liderlar bilan chiqish oldin o'zimiz mana shu shkoladan o'tamiz. То есть bu yerda shkolalar qilib o'zimizni professionalniy darajagacha olib chiqamiz azizlarim. То есть biz не только marketing, biz boshqa sohalarni ham o'rganishga harakat qilamizda. O'sha moliyaviy erkinlikka chiqish yo'llarini, o'sha даже именно финансовая грамотность, nima deydi? Savodxonlik, moliyaviy savodxonlikni avvalambor biz освоить qilib olishimiz kerak. Ongimizni ochishimiz kerak. Вообще bizga nima kerak bu hayotga? Bu hayotdan tashqari mana hozir bu kompaniyaga kirdim yoki bir treningga kirdim. Mana shu trening menga nima bera oladi deb уже savol javob bersangiz. Maqsadlarimiz, mikrofon, kimda mikrofon? Maqsadlarimizni aniqlab olib, to'g'ri strategiya qo'yishni o'rganamiz azizlar. Biz bu yerda не только pul topish bilan ovora bo'lamiz. Biz o'zimizni именно baland уровеньga, boshqa уровеньga o'tqalib pul yig'ishni bilmaydi, pul ishlashni biladi, lekin pul ishlash важный emas azizlar. Pulni saqlab qolish важный. То есть mana bunaqa narsalarimiz borki, hali ko'p narsa bu hayotda biz o'rganishimiz kerak, что boyish uchun, что pul saqlanib qolish uchun. O'sha pul saqlanib qolgandan keyin siz qanday tayyorsiz, qanaqa qilib siz saqlab qolasiz? O'sha rejalarni tuzishni bilmaymizda azizlarim. Ana shularni bilish uchun mana shularni то есть mukammallashtirib, hozir ozgina komanda yig'ish bilan avora biz, lekin biz buni murakkablab, серьезный bir, bilasizmi, o'zimizni kuchli liderlarni tayinlaymizda azizlarim. Siz komandangizga o'sha bilimlarni mana shu yerdan olib o'rgangandan keyin o'sha bilimlaringizni ularga yetkazib berasiz. Nima uchun yetkazib berasiz? Siz kuchli komanda yig'asiz. Kuchli komanda bo'lish uchun ularni birinchidan tarbiyalash kerak, ikkinchidan bilim berish kerak. Uchinchidan o'sha moliyaviy savodxonligini ham o'tishimiz kerak. Nima uchun biz pul topyapmiz? Topgandan keyin nima qilishimiz kerak? O'sha $1 million ga chiqish uchun nimalar qilish kerak? Reja qanaqa etaplardan o'tishimiz kerak? $2 million topgandan keyin quruq topdingiz, agar rejangiz bo'lmasa, siz uni bir kunga, bir oyga, hay boring, mayli, bir yilga yo'q qilib yuborasiz. Всё. Bu yerda asosiy topish faqat bilan chegaralanib qolmaydi. Saqlab qolish, qayergadir uni yana vложить qilib, uni ko'paytirish. То есть bu обязательно savodxonlikka kiradi azizlarim. Biz shunga hali tayyor bo'lmaganimiz uchun biz bu darajagacha hali chiqmadik deymiz. Endi hayot o'zi shunga olib kelyapti. Biz xohlaymizmi, yo'qmi hozirgi kunga mana shu narsalarni qilishimiz kerak ekan deb tushunib yetib, mana shu narsalarni o'zimizni komandamizga shunaqa murakkab bir maktab tashkillashtiramizda. Ozgina qoldi, buni o'z proyektini yaxshilab olib chiqyapmiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa azizlarim, har bitta kelgan odam qanaqadir maqsad bilan keladimi? Ana shu maqsadga chiqish yo'llari qancha vaqtga yo'llarni. Uzr, yana internetim ishlamay qolibdi. Shuning uchun azizlar, birgalikda o'rganamiz, birgalikda buni ishlaymiz. Kuch birlikda deydi. Siz hozir данный moment komandangizni yig'ib, bor yo'q ikkita kishi. Sizni mehnatingiz 2 kishiga рассчитан bu biznesda, proyektda. Siz ikkita odam taklif qilib, siz mana bu $5,000, $6,000 daromadga bir oy, 1,5 oyga chiqib olishimiz kerak. Birinchi maqsadimiz hozir. Komanda shakllanib ketavergan sari azizlar, maktablarimiz boshlanadi. Ana shu maktablarda обучение ketadi. Ana shu обучениеda barcha orzu maqsadlaringiz, qanday unga erishishlarni hammasini etap olib boramiz. Men o'ylaymanki, kuchli maktablar bo'ladi. Hozir juda
kuchli spikerlar qo'shilyaptilar azizlarim. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa, kim biza bilan hozir mana shu yerda turgan bo'lsa, albatta katta komanda egasi bo'lasiz deb o'ylayman, agar siz o'ziz harakatdan to'xtamasangiz. Azizlar, bizni tuzib bergan komanda, agar siz harakat qilmasangiz, u sizni komandangiz bo'lib qolmaydi. Shuning uchun har bittalaringiz o'zizni komandangizni tuzishga harakat qilasiz. Ikkita odamimizni taklif qilasiz, ikkita bilan ko'paytirib dальше bir oydir, 1,5 oydir обучениyalarni boshlaymiz. Hozircha biza komanda tuzish bilan avora bo'lyapmiz. Pul topish bilan finansiy svobodaga chiqish uchun bu yerda tezroq qilinglar. Bor yo'q 6 ta chuqurligimizni 126 ta odamdan to'ldirib, mana shu 5,5 ming, 6,5 ming dollar daromadga chiqib olaylik. Azizlar, o'shaning uchun aytmoqchimanki, nima, bu yerda hozir jim o'tirish kerak emas, vaqtdan boy bermang, vaqtingizni bekorga o'tkazmang, ikkita komanda qiling, harakat qiling, chunki sizga bu yerda 5,5-6,5 ming dollar daromad bir oy, 1,5 oyga olishim kerak deb kirdingiz. Chunki bu yerda shunaqa marketing turibdi. Birinchi usulda hozir o'sha 6,5 ming dollar ko'rsatib komandangizni olib kirib olasiz. Komanda tuzasiz, komandangiz bo'lmasa. Ikkitagina odam olib keling, ikkitasi ortidan komanda tuzilishni boshlaydi. Plus bizadan sirano qanaqadir переливlar yordamlar bo'laverishga, u faryadki очереди tepadan pastga, chapdan o'ngga, bo'sh o'ringa ketaveradi. Kimgadir tepada turgan bo'lsa, o'shalarga birinchi очередь joylashib ketadi, lekin ularni pastiga begona odam tushdi, shaxsiy bo'lib tushadi. Ular ham обязательно pastga shaxsiy berishi shart bo'ladi. Chunki ikkita shaxsiy hammada bo'lishi shart. Sizga kimdir ikkitani случайно qilib berib qo'ydimi yoki bittani, siz qarsiz bilinglar. Siz ham pastga komandangizga mana shu energiyangizni, mana shu yordamingizdan shu odamimizni berishingiz kerak bo'ladi. Azizlar, proyektimiz zo'r. Просто bu proyektga ishonch bilan kirishing, to'xtamang. Ikkita odam taklif qilish uchun kuniga 3 ta odam bilan gaplashing. Haftasiga 20 ta odam. Qarabsizki, muammo bo'lmaydi agar siz kuniga 3 ta odam bilan ro'yxatingiz bo'yicha gaplashib chiqsangiz, azizlarim. Hozir mana последний bir haftaga cho'ta registratsiyalar pastga ko'proq bo'lyapti-da, tepada hamma ikkinchi qilib pustoy kuchaytirsa, sizga yana pul chiqishni boshlaydi. Kimdadir savollar bo'lsa, marhamat, yangi odamlar kirgan bo'lsa, azizlarim, tak, bizada hozir zapisda